Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi zakazimiz tayyor bo'ldi. Andijon shahriga, Marhamat tumaniga. Hop, davom etamiz. Yetib keldik. Kompyuterxonamiz, demak, Marhamat tumanida joylashgan Faiz to'yxonasi bor. Faiz to'yxonasining ikkinchi qavatida joylashgan. Hozir kompyuterlarimizni olib keldik. Endi tushiramiz va o'rnatamiz. Qo'shaverasizlar. Hop, kompyuterxonamiz ikkinchi qavatda. Juda ham katta joy ekan, oldingi to'yxona. Hozir bu yerda PlayStation'lar bor. Ro'paradagi ikkita xonada kompyuterxona bo'lyapti. Keyinchalik ko'paytirish niyatlari bor ekan. Davom etamiz. Hop, kompyuterlarni o'rnatamiz deganimizda biz ko'rdik, rozetkalar tayyor emas ekan, klientimiz tayyor deyishgandi. Demak, baribir kompyuterlarni o'rnatib, vaqtinchalik rozetkaga yo'lab tekshirib ketaveramiz. Bu kompyuterlarimiz ichida o'yinlar bilan tayyor holatda olib kelganmiz. Demak, hurmatli obunachilar, bu yerda 2 xil sborka, 285 va 350 dollarlik sborka qilingan offline o'yin uchun. Bularning ko'rinishi, xarakteristikasi hammasini ko'rish xohlasanglar, Telegram kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Demak, bu videoda hozir qisqacha o'rnatish jarayonida sizlarga video xolos. To'liq videosini albatta yana chiqaramiz, ikkinchi qism qilib. Kuzatishda davom eting. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz.